Turkiya.net taqdim etadi. Ma, yaqol. 1, 2, 3. Bo'ldim. Yana biroz ochaylik. Bo'sh ekan-ku. Ichi bo'sh ekan. Qanday bo'sh bo'ladi? Ziyad Ahmad Asqar, Ahmad Asqarning o'g'li. Zira. Hamshira. Shu yerda kuting, iltimos. Bir 172 kun. Men o'laman deb o'ylagandim. Afsuski o'lmading. Ammo o'ylab ko'rsak, o'lganing yaxshiroq edi. Taxminan 2 hafta yig'lab, xafa bo'lardik xolos. So'ng yashashda davom etardik. Ammo bu sen hamon tiriksan. Va oila uchun hali ham yuk bo'lib qolyapsan. Nima istaysan o'zi Zira? Men hozir bolalarga ishonmayman, umuman. Bu orqali ruhiyat buziladi. Go'yo faqat ularda muammo borday. Quloq sol. Hayot senga qiyinchilik keltirsa, oyoqda tik tur. Ularga qarshi tur. O'zingni yo'qotishni bas qil. Opa, kechiring. Ketdikmi? Ha, ketdik. Oyim kecha Bentondan keldi. U hozir meni uyimda seni kutyapti. Zira. Xudoga shukr, Zira. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Zira. Seni o'g'irlashgan yigitlarga ishonmayman. Men o'g'irlashganman. Ha, Bella hammasini aytdi. U seni bir yigit o'g'irlab ketib, chet elga sotishmoqchi bo'lganini aytdi. Oyi, hozir odamlarga ishonib bo'lmaydi, qizim. Yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Yaxshiman.
dada. Ayol nikohigacha o'z iffatini saqlasa, shunda u qadrlanadi. Shuni esingdan chiqarmagin. Qizning amallari ota-onasining jannatga kirishiga yordam beradi. Oyi, nimalarni o'ylayapsiz, a? Zira uyda bo'ldi. Nega ovqat yemaysiz? Ha, bir topishmoq aytsam nima deysiz? Qani aytingchi, qaysi mashhur shaxs mototsikl haydashni yoqtiradi? Kim? Qani? Titek, Vespa. Vespa, oyi, tushunyapsizmi? Zira ko'rinishing ajoyib-ku. Mashalloh. Qizim, juda chiroyli ko'rinyapsan. Aytgancha, vonosobo durian olib keldim. Yeysanmi? Herman, bizga yordamlash. Ovqatni yeb olay. Durianni olib kel. Ey xudoyim. Xudoyim, Zirani hijobga kirganini nishonlash kerak. Qani olg'a. Kutib tur. Shularni hammasinimi? Ha, ular o'sha yerda. Oddiy pardoz qilish anchagina oson. Shunaqami? Bunga ishonching komilmi? Ha, jiddiy. Iltimos menga o'rgating, Bella. Ammo men aytgan hamma narsani qilishga tayyor bo'lishing kerak. Uddalaysanmi? Ha, eplolmasang mayli. Uddalayman. Hijratning birinchi qadami. Samimiy tavba. O'tmishingdan voz kech va yomon ta'sirga ega do'stlardan ajral. Hijratning keyingi bosqichi masjiddagi Qur'on o'rganish guruhiga qo'shil. Harakat qilaman. Yarim hijrat qilib bo'lmaydi. Tushunsang-chi axir. Sen tez-tez Qur'on o'qishing kerak. Mukammal hijrat uchun albatta. Tushundingmi? Bo'la qol. 3-qadam. Yaxshi do'st top. Zira. Intan. Salom. Ahvoling qanday? Yaxshiman. Seni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Hijrat jarayonida bo'lgan boshqalar bilan do'stlash, xo'pmi? Bu to'g'ri. Yaxshi. Yolg'iz keldingmi? Ha. Assalomu alaykum. Opang bilan birgamisan? Hoy, Zira. Bella qo'ng'iroq qildi. Hijrat boshlayotganingizni eshitdim. Inshaallohdan. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Bu yaxshi. Shunday qilib, sen u bilan aloqani uzding. Neki? Shifoxonaga tushganimdan buyon uni ko'rmadim.
shifoxonaga ham kelmadi. Ha, men ko'rdim. Senda nima yangiliklar? Tayyormisan? Xo'sh, ba'zi kunlari hijobdaman. Hali qat'iy emas. Ha, seni tushunaman. Lekin Jarayondasan, davom etyapsan. bo'ldi, ustoz shu yerda. Qaysi guruh jannat hididan mahrum bo'ladi, bilmoqchimisiz? Buni bilmoqchimisiz? Ulardan biri avratlarini fosh qiluvchi ayollardir. Soch ularning avratlaridandir. Shunday ekan, sochlaringizni yoping. Jannat hidini istamaysizmi? Istamaysizmi? Alloh panohida asrasin. Bu ustozga nima bo'lgan? O'zi endigina boshladim, dozoqqa hukm qilishdi-ku. Ha, qo'rqayotgan bo'lsang, boshqa o'qishga borasan. Tinchlan, keyingi safar seni boshlang'ich kursga olib boraman, xo'pmi? Qur'on o'rganish guruhiga qo'shilishni istayman. Tadqiqot muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Unga Qur'on o'rganish guruhi juda ham kerak. Bu shunchaki to'g'ri mavzu emas edi. Qur'on o'qish uchun ko'p yoshlar boradigan guruhlar bor. Ha, mana shu. Barcha mo'minlar bu o'tkinchi hayotda hamma o'ladi. Buni unutmasligimiz kerak. Hayot bunday yashash uchun emas. Hayot abadiylar uchun. Abadiy tirik zot kim? Shuning uchun biz o'limdan qo'rqmasligimiz kerak, ammo buni uzoq kutamiz. O'lim bu hamma narsani so'nggisi emas. Bu haqiqiy hayotning boshlanishi. Bella. Bu Hazrat Arifin Ilhamning o'g'limi? Hamma jannatda birlashadi. Amin. Amin. Zira buni tinglay olaman degan fikrdaman. Men ham. Salom hazrat. Zira to'g'ri uyga ketyapsanmi? Ha. Hammomga tezda ketishim kerak. Seni to'xtash joyida kutaman. Sizni kutishimiz kerakmi? Ha. Amir? Zira? Abun? Uni taniysanmi? Ha, Qayerdan? u eski do'stim. Bu o'sha mashhur abunmi? Ha, u meni eski do'stim. Yura qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Ahvoling qalay, Abun? Yaxshi. Bu yerda nima qilyapsan? Men bu yerda do'stimga yordam beryapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom, men Amira Zikra. Men sizni taniyman. Men esa Nazira Shafa. qayerdan bildingiz? Men sizni Instagramda kuzatib boraman. Chindanmi? Ha, Men sizni Instagramingizni bilaman. Siz kuzatmaysiz. Kechirasiz. Ha, aytgancha, bu meni dugonam Intan. Yaxshi. Men Abunman. Intan. bunday odamlar albatta takabbur bo'lishadi. Menga ko'p xabarlar keladi. Ko'rdingizmi? Unday emas, bu xuddi shunday. Yo'q, unday emas. Men sizga ham obuna bo'laman. Rahmat. Nega unda xabar yubording? Hammasi joyida. Bugungi zamonaviy dunyoda bizni ilg'or texnologiyalarimiz bor. Mobil telefon va noutbuklar kabi. Internet hamma yerda mavjud. Aslida bu bizni islomga yaqinlashtirish kerak. Eslab qoling. Xudoni ko'rayotgandek ibodat qiling. Mashalloh, qizim, hozir o'zgargandek.
onasiga ovqat tayyorlashda yordam bermoqchi. Inshaalloh oyi. Men juda xursandman. Piyoz va qalampir qo'shishni unutma, lekin juda ko'p emas. Achchiq bo'lib ketishi mumkin. Mazali hid taratsa bo'lgani. Mazali hid? Ha. Xayrli tong. Xayrli tong. Xayrli tong. Zira, Hmm. sen uchun menda yana topshiriq bor. Qaysi mashhur inson biznesni yaxshi ko'radi? Qani? Buni bilmayman. Buning javobi Vin Diesel. Vin pertalit emas, quyosh ham emas. Bunga loyiqsan. Bema'ni topgan topishmog'ingni qaraya. Xudoyim, meni kechir. Shuning uchun biz ketishimiz kerak, oyijon. Hozircha xayr. Shu orqali biz bombardimon qilinmaymiz. Turli bema'ni topishmoqlar bilan. Ha, qila olaman. Aniqmi? Ha. Mayli, men Bella bilan chiqaman. Yaxshi. Keyinroq tatib ko'raman. Xayr. Yaxshi qolinglar, oyijon. O'zingizni ehtiyot qiling. Mayli. Yaxshi yetib olinglar. Siz ham. Mayli, ketdik. Hamma narsa bormi? Olingizmi? Mendan qochyapsanmi? Nima? Qur'on o'rganish kursiga boryapsanmi? Boshingni o'rib oldingmi? Ah? Javob ber. Niki. Bu nima balo bo'ldi? Nima uchun Senga nima bo'ldi? Yo'qol. Agar jahannam bor bo'lsa, biz u yerda birga bo'lamiz. Ikki yuzlamachi. Seni ikkita yuzing bor. Assalomu alaykum Zira. Va alaykum assalom, abun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mer nima demoqchi eding? Zira, onangizni telefon raqamini olsam bo'ladimi? Albatta. Nima uchun? Faqat gaplashish uchun. Menga berasizmi? Ha. Bo'ldimi? Ha. Rahmat. Unikini ham so'ramaysanmi? Shunisi yetadi. Ishonching komilmi? Ha, yetadi. O'zing so'ramaysanmi Intanning raqamini? Nima? Yo'q. Yolg'on gapirma, sen uni ko'rganingda Men qarshi emasman hozir. Mana, sen qaltirayapsan. Hecham-da. Mana. Menga telefon qilishing mumkin. rahmat. Aytmoqchimanki, gudok tashlab qo'ysang, sen ekanligini bilib olaman. Sen u bilan gaplashmaysanmi? Balki Zira bilan suhbatlashishni xohlarsiz. Biz Instagramda suhbatlashib turamiz. Navbating kelganida menga xabar bering. Ha, yaxshi. Ha. Bo'ldi, oyi. Meni yaxshilab eshit. Amir, Hazrat Arifin Ilhamning o'g'li menga qo'ng'iroq qildi. U menga aytdiki, u sen bilan yaqinroq tanishishni xohlar ekan. Rosti nima deyishni ham bilmayman, Zira. Menimcha sen turmushga chiqish uchun hali yoshsan. Ayniqsa o'sha voqeadan so'ng. Haligi Qanday voqea? Bilasizmi, men o'g'irlab ketishganida Ha, shu voqea, oyi. Biroq boshqa tarafdan men juda ham xursand bo'lardim agar iymoningni topsang. Men bundan quvonaman, Zira. Bu biz gapirayotgan Amir. Ishonchim komilki, u taqvodor yigit. U seni yaxshi bo'lishing uchun hidoyat qiladi. Ishon. Siz bunday deb o'ylamaysizmi? men ha deyman. Zira senga tanlov imkonini beraman.
Herman, iltimos, buni o'sha yerga qo'y. Ha, o'sha joyga. Oyi, bular yetarlimi? Biz ichimliklar tayyorladik. Ha, buni o'sha yerga qo'y. Azizim, yaxna ichimliklar qayerda? Ular kelishdi. Qani bo'la qolinglar. Rostdanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Voy xudoyim, Qani rahmat. bering. Sizlarga rahmat. Xush kelibsizlar. Menga bering. Ahvolingiz qalay? Ahvolingiz yaxshimi? Allohga Yaxshiman, shukr. xudoga shukur. Barchangiz sog' O'zingiz salomatsiz. yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman. Yaxshimisiz? Rahmat. Salom Amir. Salom. Umi va Bella. Men Alvin Faizman, Amirning katta akasi. Marhum otam nomidan onam bilan birgalikda keldim va albatta Amir bilan. Alhamdulillah, uyimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat. Hazrat Alvin, Umi va ustoz Amir, uyimizga xush kelibsizlar. Men Hermanman. Ustozlar shu yerda ekan, ruxsat bering. Kichik da'vat she'rini baham ko'rmoqchiman. To'xtab turinglar. Siz uni ma'lumot sifatida ishlatishingiz mumkin. Tushundingizmi? Siz olma pirogini tatib ko'ring. Qiyomatdan, ya'ni o'lishdan oldin. Ha. Qoyilmisiz? Qani ichkariga kiringlar. Bu yer ancha issiq ekan. Iltimos, ichkariga kiring. Qani kiringlar. Marhamat. Qani marhamat. Bunchalik kira qattiqqo'l qoling. bo'lmang. Biroz dam oling. Asabiylashyapsanmi, Amir? Qani yur. Marhamat. Kira qoling. Hayajonlanmasdan kiravering. Zira, sen juda ham go'zalsan. Siz ham juda go'zalsiz. Zira, umid qilamanki, sen meni qizimdek bo'lasan. Xo'pmi? Inshaalloh, Umi. Zira Bellaga juda ham yaqin. Ular sirdosh. Bizning oilamiz nihoyat uchrashdi. Ular yaxshi til topishayotganga o'xshaydi. Endi nima bo'layotganini tushungandirsiz. Sizga uylanmoqchiman. Menga uylanmoqchi bo'lsangiz, men haqimda hech narsani bilmaysiz. Ha, to'g'ri. Ammo biz bir-birimizni yaxshiroq bilib olishimiz mumkin. Turmush qurganimizdan so'ng. Biz uchrashishimiz ham mumkin. Qonuniy er-xotin bo'lganimizdan so'ng. Zira, rostdan ham tongda turmushga chiqyapsanmi? Meni kichik singlim katta bo'ldi. U rafiqaga aylanyapti. Yo xudoyim. Allohu akbar. Ular kelishdan oldin biroz tayyorlanib olamiz. Maylimi? Yaxshi. Uddalaysanmi? Ko'p yaqinlashma. Hujjatlar uchun. Jiddiy bo'ling. Bilaman. Men unga uylanishga roziman. Xudoyim, hazilni bas qil, janob Grum. Men marhum Ziyod Ahmadning qizi Nazira Shafa Aska bilan turmush qurishga roziman. Askar. Askar? Yo'q, unaqa emas. Xudoyim. Marhum Kiyai Hoji Muhammad Orifin, Ilhom o'g'li Muhammad Amir Az-Zikra, marhumning qizi Nazira Shafo Asqarni sizga turmushga beraman. Ziyod Ahmad Asqar naqd to'langan namoz, to'planmagan sepi bilan. Marhum Ziyod Ahmad Asqar qizi Nazira Shafo Asqar bilan turmush qurishga roziman. Hurmatli guvohlar, bu qonuniymi?
Ha. Uzuklarni ehtiyot qiling, rasmga oling. Birinchi navbatda guvohnomangiz bilan. Nikoh guvohnomasi. Lekin siz uzuklarni taqishingiz kerak. Chunki birinchi rasm bu sertifikat axir. Zira hozir eringni qo'lidan o'pasan, xo'pmi? Umi, ma'zur tutasiz. Zirani peshonasidan o'pish kerak. Peshonasidan. Rostdanmi? Chindanmi? Ular kerak. O'p uni. Qani? Xo'sh, qaysi biri birinchi? Uzuklar, sertifikat qo'shonadan o'pishmi yoki qo'ldan o'pishmi? Peshonadan o'p. Peshonadan o'pish. Ha, Peshonasidan shunday. o'psan. Ha, peshonasidan. Bir-biringizga qarang. Keling, hammamiz bu yerda suratga tushaylik. Qani bo'ling. Ey, uni ortda qoldirma. Uzr. Bir kun ham bo'lmadi. U kiyimini to'g'rilayotgandi. Kechirasan. U shunchaki asabiy. Hayajonlanyapti. Ular biz kabi yolg'izlarni o'ylashmaydi. Hech bo'lmaganda ular bir-birlarini qadrlashadi. Siz sherigingizni qadrlaysizmi? Menda bittasi ham yo'q. Nima? Yanada ko'proq hasad qilinglar. Davom etaver. Bu yerda faqat o'zimman deb o'ylayapsanmi? Shunga o'xshash. Bir, ikki, uch. Amir Vazira! Nikohning birinchi kuni.